Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Yana yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda xudo xolisa yana open pack bo'ladi. Yaxshi futbolchilar tushgan eng zo'r pack. Mana boshdan aytaman. Bilmayman, video o'rtasini o'tkazib olib ko'rasam, oxirida eng oxirgi pack, eng zo'r pack. Xo'p, bugun sostav yig'ish haqida video chiqarmoqchi edim, lekin unga vaqtim bo'lmadi. Tinchgina open pack chiqarib qo'yib turaman bugun dedim. Aytganimdek hayitgacha har kuni video chiqadi, kechqurun saharlikda bemalol turib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, bizning Telegram kanalimiz ham bor. O'tgan o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Ssilka описаниеda bo'ladi. Keyin biz liga ham ochganmiz. Bu ligaga ham qo'shilib qo'yinglar. Ligasi yo'qlar, o'zi qo'shilaman, liga oching deganlar bor. O'tib bemalol qo'shilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana ekraninglar chiqib turibdi. Xo'p, bo'lmasam ko'p cho'zmay videoga o'tamiz. Boshladik. Xo'p, La Ligadan sovg'a kelgan ekan. Bu menimcha bitta 2,5 mingtalik yoki 3 mingtalik pak. Walkout Argentina yaxshi. Ana Alvarez bermadi. Deportivo Tenaglia. Keyingi pak Abme 2 mix deb yozilardi oldin adashmasam. Hozir qilmasga Avstraliya yaxshi o'yinchi yo'q. Empolidan kim bu? 100 ekan, 10 mingtalik Abme kirib ketadi. Xo'p, aytgancha esimdan chiqib qolibdi aytish. Kanalga obuna bo'lib, like bosish esinglardan chiqarib qo'ymanglar. Xudo xolasa 1K bo'lishga yaqinmiz. 870 bo'lishiga Gollandiya yaxshi va like ham bosib qo'yinglar. O'tgan videoda 1K like so'radim. 100 ta zo'rg'a qildi to'g'risi. Endi 10 mingtalik pak. O'sha gap, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. 1K bo'lsa menga xayrli bergan bo'lasizlar. Xo'p, 90. Polskos. Olimkin yo'qmikan? Na xursand bo'lish, na xafa bo'lishni bilaman. Xo'p, endi 3 mingtalik pak. La Liga yaxshi futbolchilar kelgan, lekin hech kimni ko'rmayapman. La Ligadan yaxshi futbolchi tushganini to'g'risi. Internet bizani qiynaydi, internet. Sizlar kim chatda kommentlarga yozib qo'yinglar. Men hammasiga o'qib javob berishga harakat qilaman. Hop, Walkout Ispaniya har doimgidek. Yoki Williams. Yo, Asasuna. Atletik 103 bo'ladi, lekin hech qayerga kirib ketmaydi bu. Menga hozir Elsa kerak, lekin men Code Neon'ni ochmasdan La Liga ochyapman. Chunki Code Neon deb o'yinchilar menga to'g'risi uncha yoqmadi, o'z Savitsiyga yoqmadi. Hop, Fransiya yaxshi, Griezmann. Yo'q. Kim bu? Leone. Chap qanotga agar Neondan bir zetta ris tushsa, shikkallat bo'lardi. Kvesla paki, Kvesla bo'tdan umuman walkout bermayapti, ishonasizlar, menga umuman bermayapti. Hop, Champions Ligasi savitasi ke bo'lgan, yaqinda MLS ham kelar ekan. Neon tugagandan keyin keladi menimcha. Walkout Niderlandiya, нападающий. To'g'risi bilmayman bu komandani. Boado. Menga. Endi eng yaxshi, menimcha hozir o'yinda eng yaxshi pak mash bo'lib qolgan. Shuni ochamiz. Gattuso'ni olamiz bo'tdan. Boshqa variant yo'q. Hop, bo'tdan chiqamiz. Safe'ga point yo'q bizada. Mana Risturto vaqt tushsa shunaqangi zo'r ish bo'lardi. Deb kutsa ham zo'r ish bo'lardi, chunki yarim himoya bilasizlar. Juda kuchli emas. Hop, ochamiz. Belgiya Salimakers bu. Serie A kuzataman har holda, Milan fanatiman. Shuncha. Abme endi Salimakers ham beraveramiz. Walkout bor yaxshi. Fransiya Papa Olise yo'q.
bo'lganda ham baribir tushmas edi gumanga. Hop, 10 mingtalik ochamiz. Birinchi tekin pakka ochib olamiz. 99 tushib qolarmidi? Yevroniki bo'lsa ataki qimmat yuradi. Yo'q. No'ramanda ishoramiz. Ochamiz. Bu yerdan ham kamida bitta 104. 103 yaxshi, Balotelli 60 million turadi. Adashmasam agar narx tushib ketmagan bo'lsa. O'tgan safar 60 millionga sotgan edim. Endi yana ochamiz. Xo'p. Ya xudo. Chester rating Derkut yaxshi. Ochamiz endi asosiy 3 mingtalikdan ham yaxshiroq bo'lib qoldi. Shaxsan men uchun, chunki 3 mingtalikdan juda ko'p yaxshi o'yinchi tushmayapti. 103 davay. Kubo Yaya Toure BHK asosiy sostavga Gutin o'rniga qo'yaman buni. Statistikalar dahshat. Chiqqan payt juda havas qilgan edim shu yarim himoyachi olishni. Tushib turibdi mana, Kuboni ham olsam bo'ladi, lekin menda Bale bor. Xo'p, 10 mingta ochib ko'ramiz. Kristal men qilmoqchi edim, lekin qarasam bu yerda Luboy sabitadan tushishi mumkin ekan. Ham kristallik 2,5 mingta berardi, 3 mingta emas. 3 mingta berganda uni ham qilardim. Zimnichi desa, Italiya Sandro Tonali. Yomon topib qo'ydim. Yomon topdim, lekin to'pdan ham ko'rmadim. Ko'nglim sezdi juda yaxshi o'yinchi tushishini, lekin umuman sostavga ketmaydi bu. Xo'p, yana o'sha 10 mingtalik pak. Ochaveramiz buni endi har kuni o'yinchi kerak bo'lsa sotib olib ochaveramiz. 80-99 gacha birinchi triple olamiz o'tda. Aka, kommentga yozib qo'yinglar. Boshqa o'yinlardan ham futbol, masalan, DLCdan ham video qilaymi? DLC o'ynaydiganlar ham bormi? Yaxshi prosmotr bo'ladimi? Kommentga yozib qo'yinglar. Agar qanchalar qilamiz video va o'tamiz, faqat 99 lar tushdi. Endi bo'lsa men qilamiz, o'yinchi sotib olamiz. Totti va Xoli. Eng arzonlari shu yerda, Xolida. 999 plus bo'lib turibdi, qoyili. Xo'p. Endi 91 lar kerak. Kumer bilan kerak qilsanglar, mana oddiy kartalar chiqadi. Bular arzon bo'ladi. 90lar 6 million, 5 million bo'lib ketgan qaytanga. 91lar 3 million. Sotib olindi. Xo'p, qo'yamiz. Ochamiz, hatto walkout kutubxonamiz, shuncha futbolchi sotuvmi? Voy, onasini emib tashlasin bu o'yin. Xo'p, endi yana 3 mingtalikmi, 2,5 mingtalikmi farqi yo'q. 3 mingtalik ochiramiz. Eng yaxshisi shu. Saharligicha xudo xolis bu video chiqadi. Obuna bo'lib like bosishga mislidan chiqasib qo'ymanglar. Bu videodan xudo xolis kamida 930 ta bo'lsa, yana 2 ta video 1000 ta boramiz. Bu Kai Havertz nechi bu? 102 ga. 1000 ta boramiz xudo xolisa. Xo'p, endi men qilamiz, bitta o'yinchi sotib olamiz. 103 lan chunki 30 ta jetonga tiqib bitta yarim himoyachi, 106,5 himoyachi olmoqchiman. Agar 500 ta olsam, Vitiniyani olaman. Menga yarim himoyachi kerak baba. Yaya Tourega ishonasizlarmi? 50% kuchayishli bitta qilib 4 ta maskerani tiqdim. Kuchaymadi. 4 ta maskerani tiqdim, kuchaymadi. 50% liga, 20% ga ham emas daji. Alam qilib ketyapti. Bittada tiqsam o'xshirdi. 2 martalab o'xshirdi. Onasini emsin. Daji Isakni 2 ta maskerani bilan full qildim. 20% bo'ldi 2 ta maskerani bilan. Men qilamiz endi, o'yinchi sotib oldim. Walkout kutubxonamiz yaxshi bo'ldi. Aljir bu Amuramidi.
Xuddi o'zi. Agar ismini to'g'ri o'qiyotgan bo'lsam. Tanganga. Keyingi pak 10 mingtalik ochamiz. Aytganimdek eng yaxshi pak. Maldinini olamiz. Kumirlarimdan biri bo'lgan Paolo Maldinini o'g'li. Narxini farqi yo'q. Xo'p, Gresli pak aytganimdek o'tdan umuman kot bo'lmadi. Hachabi endi bo'lsin. Vidic nimani Vidic 1.5ni bermaydi bundan ko'ra. O'rib yoshdi 2 kristal. Okey. 100 to'rigacha ochamiz. Geroylar. Yana zimnichu desa Portugaliya. Thiago Silva. Keyingi pak 2,5 mingtalik. Xo'p, workout bo'lmadi. Yana men qilamiz, yana o'yinchilar sotib oldim. O'zi odat bo'lib qoldi o'yinchi sotib olib men qilish, chunki o'yinchi kam, ayniqsa bunaqa reytingli o'yinchilarni hozir topish qiyin bo'lib qolgan. Sotib olgan eng yaxshi variant. Xo'p, Belgiya bu Salim Akersmi yana Salim Akers. Belgiyada mancha boshqa futbolchi yo'q. Bu Sabijeda. Yana bilmadim. Xo'p, videoni boshida aytgan edim, eng zo'r pak og'irdi deb. Men gapirmayman hozir, 10 mingtalik ochaman, o'zingizlar ko'rasizlar. Buni Telegram kanalimga ham tashladim men. Bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin, obuna ham bo'lib qo'yinglar. Bo'ldi, men bu yoqqa gapirmayman. Bu 40 mingtalik emas, bu 10 mingtalik bu. Kim olish haligacha bilmayapman. Mana saharlikda video qo'yilyapti. Saharligicha hali olmaganman bu yerdan hech qaysi birini. Menimcha Niko Williamsni olganim yaxshi. Maykerning o'rnida Carlos Alberto bor chunki. Napadashi kerak emas. Xo'p, o'rtoqlar, shunaqangi dahshat kayfiyatda videoni tugatamiz. Kanalga kim obuna bo'lgan bo'lsa obuna bo'lib, like bosishni esinglardan tasdiq qo'ymanglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.